Agar siz savdo saroyini aylansangiz yoki to'rda narsa kerak setib olsangiz, doim tovarlarning bahosining 9 bilan oxirlashadiganligini bayqaysiz. Masalan, bir tal ishton 199 yuan, bir jup paypoq 19 yuan, bir bog'lam yesibilak 9 yuan 9 mo degandek. Nima uchun savdogarlar 9 ni bahoning oxiri qiladi? Amaliyotda buning ma'lum psixologik asosi bor. Psixologiya tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, odamning cho'ng miyasi tanlashga qulaylik bo'lish uchun tovarning bahosini gruppaga aylaydi ekan. Masalan, 199 yuanlik bir kiyim iste'molchilar tarafidan 100 necha yuan degan gruppaga tizildi ekan. Agar bu kiyimning bahosi 201 yuan bo'lsa, bu baho iste'molchilar tarafidan 200 dan ko'p degan gruppaga tizildi ekan. Garchi amaliyotda 199 bilan 201 ning o'rtasidagi farq faqat 2 yuan bo'lsa-mu, lekin bu iste'molchilarga nisbatan 100 necha yuan farqdek bilindi ekan. Shunga savdogarlar kishilardagi bu xil psixologik aloyidlikdan foydalanib baho bekitadi. Xo'sh, mushuningdek baho o'yinlari haqidagi cho'nqur tahlillerimizga qiziqsanglar, Belik Un kitob appchimizga kirib, Baho o'yini nomli kitobni anglab